Bolaligimdagi orzuyimni amalga oshirish menga qimmatga tushdi. Men Disneylandga keldim. Bu qasrni hamma eslasa kerak menimcha. Birinchi tochka Pirati Karibskого morya. Buni qaranglar, realistikniligi. O'zinglarni xuddi qaroqchilarning makoniga tushib qolgandek his qilasizlar. Atmosferaga 10 dan 100. Personajlar xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Ayniqsa Jack va Robey. Undan tashqari animatsiyali 3D shou bor. Buni o'zinglarni ko'zinglar bilan ko'rishingiz kerak. So'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Oppog'oy va 7 gnom attraksionida ham ushdik. Attraksion ochiq havoda bo'lganligini hisobiga u kuni juda ham qattiq yomg'ir yog'ganligiga bizni ho'l bo'lib ketdi. Lekin uchganimizdan umuman afsus qilmadik. Keyingi attraksion adrenalinni qoplab olsanglar bo'ladigan attraksion bu Tron. Tezligi juda ham tez, lekin uchib ko'rishingiz. Bunaqa vidda ovqatlanishi o'zi bir boshqacha tuyg'u. Buni qaranglar. Paradni ko'rishga ham ulgurdik. Morojnidan bilsanglar bo'ladi. Keyin qatga ketayotganimiz va bu Zveropolis. Parkdagi eng mashhur tochka shu va eng odam ko'p joy. Politsiyskiy uchastkani juda ham zo'r qilishgan. O'zinglar xuddi multikka tushib qolgandek bo'lasizlar. Shu darajada hamma narsa haqiqiyga o'xshaydiki, o'zimiz ham hayron qoldik. Tundra Town, Sahara City, Tropiki hamma narsasi qilingan. Albatta bu yerda ham 3D animatsiyalar bor. Bu joyga albatta kirishingiz shart. Bolaligimdagi orzuyim ushalganida men juda ham baxtli edim. Yomg'irga ham qaraganim yo'q. Sizlar ham kelishni xohlarmidinglar? Kommentariyada yozib qoldiring.